O'zbekiston milliy terma jamoasi Nyu-Yorkda Niderlandiyaga qarshi o'rtoqlik uchrashuvini o'tkazdi. Bahs 2-1 hisobda Niderlandiya jamoasi g'alabasi bilan yakunlandi. Birinchi bo'limda Cody Gakpo penaltidan hisobni ochdi. Ikkinchi bo'limda Igor Sergeyev hisobni tenglashtirdi, ammo qo'shib berilgan vaqtning 90+8-daqiqasida Abduqodir Husanov jarima maydonchasida penalti belgilanishiga sababchi bo'ldi. Ushbu penaltidan Cody Gakpo unumli foydalanib, dubl qayd etdi. Statistikaga ko'ra, Niderlandiya o'yin davomida 15 ta zarba yo'llagan, ularning 4 tasi aniq chiqqan. O'zbekistonda esa 8 ta zarba va ularning atiga bittasi aniq yo'llangan. SofaScore Cody Gakponi 10 ball bilan o'yinning eng yaxshisi deb baholagan. O'zbekiston safida esa eng yuqori ball Igor Sergeyevga, eng past ball esa Jahongir O'rozovga berilgan. Yopiq eshiklar orasida Niderlandiyaga qarshi asosan o'yin amaliyoti kam bo'lgan futbolchilar o'rtasida nazorat o'yinida O'zbekiston 2-1 hisobida g'alaba qozongan. Gollarni Azbek Omonov va Avazbek O'lmasaliyevlar kiritgan. Xo'sh, siz terma jamoaning o'yini haqida qanday fikrdasiz? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring va Anxor.uz'ni kuzatishda davom eting.